Avtodastyar kanalida Nexia 2ni arzonrog'idan, kraskasi ozrog'idan so'ragan akalarimiz uchun mashinamiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Balon holatlari zo'r holatda turibdi, balonlari, motor, ходовой коробка zo'r. Mana akalar, prostoy bo'ladi mashinamiz, chexollari zo'r holatda, polilari, ko'riklari qilib qo'yilgan ekan, rollari, maytafonlari, lasetti roll, maytafonlar qo'yilgan ekan. Stanloy svetda kraskalari bir 10%, 15% hisoblanaveradi. Oldi orqasi zavodskoy pechat holatda turibdi ekan. 2008-yil sostenasi vashi tiniq, chexol polilari bor, 100 talik temir metallarigacha bor. 1.5 dons motor bo'ladi. Motor ходовой коробкада umuman ishi yo'q. Egani aytish bo'yicha yog'larini ham 5000 kilometrga borib bormasdan alishtirib yurar ekanlar akalar. Faqat avtodastyar obunachilari uchun ushbu chiroyli holatda turgan 10-15% kraskali Nexia 2 mashinamizni $3300 dan yana ozgina yo'lda qilib beriladi. Nomerni pastda qoldirdim, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.